Leksimizi devamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş, bastın mı ya? Doğru. Kameranı beslemen küçüğüne vatandaş. Leksimizi devamlaştırmaz. Bu leksiyani bugün 3 betni tayyorlab keldim. Ertagacha yani 3 bet, 6 bet tayyorlanishi mumkin. Kechiring vatandaş. Yuqoridan davom ikkinchi betdan ana 3-chi bet nimdidoq adoqalatni Jungo hukumati ishlatib odatlangan misollar naql keltirildi. Tanqid qilg'uvchi fikrlarni bosdi. Birinchi, Jungo har xil torbat mazmunlarini o'yildirib chiqarib, o'ziga foydasiz bo'lgan uchurlarni bosdi. Beijingning Uyg'urlarga munosabatlik odatlangan bayonlarini targ'ib qildi. Jungo bilan birga manfaatlanguchilar, suiqasdchilar va munosabatsiz xabar mazmunlar deyilib, uchur ekologiya sistemasi yaratib, Jungo Kompartiyasining Xinjiangda, yana mustamlika Uyg'uristonda elib berayotgan bostirish zo'ravonligi to'g'risidagi tafsiliy xabarlarni besib etmoqchi bo'ldi. Jungo hukumatining universal matbuotlari, odatdagi matbuotlari va mashina odamlari guruhi doiralarning yetakchiligida ostida qadamni moslashtirib harakat qildi. Ikkinchi, zapas armiya qo'llaydigan saxta manzara yasab chiqdi. Xinjiang Uyg'uriston, ya'ni Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayoni mustamlik Uyg'uriston to'g'risidagi so'z, iboralar va bayonlarni kontrol qilish uchun to'rbatlardagi zapas armiyadan foydalanib, bu yerga zapas armiya yana qizilbosh tug'anaklar. Zapas armiyadan foydalanib, yolg'on nomer, yolg'on adres yasab xabar chaplab, to'g'ri hujum qilishni moslashtirib, ma'lum siyosatlarni yasab chiqib, shaxs ko'z qarashlarini bozorga solib, ko'pchilikning qo'llashiga erishdi deb manzara yasab chiqdi. Amaliyotda bunda qo'llash aslo mavjud emas edi. Zapas qo'shindan foydalanib, ya'ni qizilboshliq tugunaklardan foydalanib, Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayoni, ya'ni mustamlik Uyg'uriston Uyg'urlar to'g'risida haqiqiy energiyalarni qorashtirib, jumladan Uyg'urlar baxtli turmush kechirayotdi deb tasvirlab, hamda Jungo Kompartiyasining siyosatlari Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayoniga iqtisodiy manfaat elib keldi deydigan choplama xabarlar turbat makonini qoplab ketdi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasi tayyorlagan doklanda mundaq ko'rsatildi. 2021-yilining o'ttirilarigacha Jungo paras 300'den ortiq torbat boshqurg'uchi va torbatlar yolg'on adres bilan Uyg'urlar to'g'risida bir necha ming parcha video e'lon qildi. Ular bu rayonda Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonida yana mustamlika Uyg'uristonda kishilik huquqqa xiloflik qilish harakatlarini inkor qildi. Aksicha Uyg'urlar intayin erkin dedi. Butkul Xinjiangda mustamlika Uyg'uristonda kishilar xalqaro matbuotlarda e'lon qilinayotgan Uyg'urlarni bostirish to'g'risidagi xabarlarga ishonmaydi, qo'shilmaydi dedi. Lekin New York Vaqt gazeti qatorliq matbuotlar bu videolarning Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayoni, yana mustamlika Uyg'uriston tashviqot xizmatchilari tomonidan ishlanib, Jungoning torbat sahnalarida e'lon qilinib, undan keyin Twitter, YouTube, Facebook qatorli kanallarga yo'llanib, Uyg'urlar to'g'risidagi xalqaro jamoat fikrini tizginlamoqchi bo'lganligini dalilladi New York Vaqt gazeti. Üçüncü, aqliy iqtidordan foydalanib, suratlarni yasab chiqib, rost bilan yolg'onni aralashtirib o'tdi.
2021-yili 1-aydan başlap Cungoparast tor betleri aqli iqtidardan paylanıp mazmunlarni to'qib chiqdi. Özlerinin tor betlerini qaramakka destek ko'rinadigan, qaramak keçiringlar, rastek ko'rinadigan shaxsiylarning materialni, suratlarini chopladi. Ben dedim ki 2021-yildan başlap hücum qilishga başladı, Qizilbash tügünekler deb. Çapladı. Bunun için de bazı tor betleri Cungo Kompartiyasının Şinjan Uyghur Abdunum Rayon, yani Müstemlik Uyg'uristondagi zo'ravonligini inkar qilib, bostirish to'g'risidagi ko'p miqdordagi obyektiv, mustaqil yakka dalillarni Amerika ve uning ittifoqdoshlari o'ydirib chiqqan deb saxta, sapsata tarqatdi. 4. Devlet alqib chiqib bostirishdan foydalanib, torbet unsurlari amaliyotda qizilboshlik tügünekler ve torbet zo'ravonlardan foydalanib Jungoni tanqid qilmoqchi bo'lganlar, tanqid qilguvchilarni, Jungoni tanqid qilguvchilarni bosmoqchi bo'ldi. Davomini anglaysiz vatandosh.